Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men paxta ishbilan Agrobank paxta ishchilari boshqaruvchi o'rinbosari Sharif Shuhratman. Bugun 10-iyun 2023-yil tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuvimiz. Kimda tadbirkorlik masalasi bo'yicha qanaqa murojaati bo'lsa, marhamat murojaat qilishlari mumkin. Men barcha murojaatlaringizni eshitib, hal etib berishga yordam beraman. Mintda mahallasi xo'jalik ro'zg'orimizdan 25 million kredit berishingizni so'raymiz. Bizda mahalla loyihasi kreditimiz bor. Mahalla loyihasi kreditimiz 25 million bajarishga yordam beramiz. Yana kim bor? Assalomu alaykum. Xodimlar. Men Yorqulov akam 312 qarorga asosan menga 100 million kredit bersangiz, amal yo'lida bersangiz. Aktor aka, bizda shu prezidentimiz 312 son qarorga asosan kreditimiz 312 son kreditimiz bor. 100 million so'm kredit berishga hujjatlaringizni taqdim qilasiz. O'rganishda ajratib berishga yordam beramiz. Rahmat. Marhamat, yana kim? Men Chorbo'sha mahallasidan Murod bo'laman. Biznesga ko'mak asdan 17 million kredit ajratib berishingizni so'rayman. Avtor bizda ham shu 12 militsiya ko'mak dasturi bo'yicha munosib kreditimiz bor bo'lganda, shu mahallamiz mahalla banklari bor. Uchrashib sizga hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Tavsiyanomasini berib sizga kredit berishga yordam beramiz. Men Mirzayeva Kumush bo'laman. Menga ham shu 12 million so'm biznesga xizmat qilmasdan kredit berishni so'rayman. Kumush aka, sizga ham mahalla bankiga borib uchrashadi. Mahallaga siz birgalikda borib, o'rganib tavsiyanomasini berib